Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar, nogironligi bo'lgan shaxslar, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalar va ota-onasining pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap O'zbekiston prezidenti imzolagan va pensionerlar hayotiga bevosita ta'sir qiladigan 6 ta muhim qonuniy o'zgarish haqida ketadi. Bu ma'lumotni 25 avgustgacha albatta ko'rib chiqing. Chunki ko'pchilik o'z huquqini bilmagani uchun qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob, imtiyoz yoki to'g'ri to'lovdan bexabar qolib ketadi. Agar sizning uyingizda pensioner bo'lsa, agar siz o'zingiz pensiya olsangiz yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lsangiz, bu video sizga bevosita tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda oddiy tilda hujjatdagi murakkab so'zlarni hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avvallari ko'p fuqarolar pensiya masalasida juda katta qiyinchilikka duch kelardi. Masalan, odam o'tgan yil ishlagan, lekin ish staji hujjatlarda to'liq ko'rinmagan. Kimdir kolxozda, zavodda, maktabda, tibbiyot muassasasida yoki xususiy korxonada ishlagan, ammo arxiv ma'lumotlari topilmagan. Natijada pensiyasi kamroq hisoblangan. Yana bir muammo, ayrim pensionerlar ishlashni davom ettirsa, pensiya to'liq beriladimi, kamayadimi degan savolda adashib qolardi. Ba'zilar nogironlik guruhi o'zgarsa, pensiya qayta hisoblanishini bilmas edi. Bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarda esa bola voyaga yetganidan keyin o'qishga kirsa ham to'lov davom etishi mumkinligini hamma ham tushunmasdi. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy ma'nosi shundan iboratki, davlat pensiya tizimini ancha ochiqroq, elektronroq va fuqaroga qulayroq qilishga harakat qilyapti. Men bu 6 ta yo'nalishni qonuniy o'zgarishlar sifatida tushuntiraman. Birinchisi, pensiyalarni qayta hisoblash va oshirish tartibi. Ikkinchisi, eng kam pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasi. Uchinchisi, ishlayotgan pensionerlarning huquqlari. To'rtinchisi, staj va ish haqi ma'lumotlarini tan olish. Beshinchisi, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar. Oltinchisi, imtiyozlar, murojaat va ortiqcha ushlab qolishlarga qarshi himoya. Eng ko'p savol beriladigan masala shu: pensiya oshsa, hammaniki bir xil oshadimi yoki har kimniki alohida hisoblanadimi? Bu yerda asosiy qoida shuki, pensiya miqdori fuqaroda mavjud ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar va amaldagi bazaviy ko'rsatkichlarga qarab hisoblanadi. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lsa ham, biri 1 million 200 ming so'm, ikkinchisi 2 million 5 ming so'm pensiya olishi mumkin. Bu har doim ham xato degani emas, lekin tekshirib ko'rish kerak. Masalan, bir ayol 28 yil maktabda ishlagan. Hujjatda uning 1905 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davri bazada ko'rinmayapti. Shu 5 yil staj qo'shilsa, uning pensiyasi oyga shartli ravishda bada 50 ming yoki 250 ming so'mga oshishi mumkin. Bir qarashda bu ozdek tuyuladi, lekin bir yilda 1 million 800 mingdan 3 million so'mgacha farq qiladi. Agar bu xato 3 yil davomida tuzatilmagan bo'lsa, odam ancha puldan mahrum bo'lgan bo'lishi mumkin. Yana bir misol, erkak kishi 6 yoshga to'lib pensiyaga chiqqan, lekin pensiyaga chiqqandan keyin ham 4 yil rasmiy ishlagan. Agar qonunchilikda belgilangan tartibda uning keyingi ishlagan davr pensiya hisobiga ta'sir qiladigan bo'lsa, u qayta hisob-kitob so'rashi mumkin. Buning uchun men ishladim. O'zingiz bilib qo'shinglar deb kutib o'tirmaslik kerak. Odatda ariza berish, ish haqi va staja bo'yicha ma'lumotni tekshirtirish talab qilinadi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, pensiyasi juda kam deb o'ylayotganlar. Ikkinchidan, ish staji uzun bo'lsa ham pensiya miqdori kutilgandan past chiqqanlar. Uchinchidan, sobiq korxonasi yopilib ketganlar, arxiv hujjatlari yo'qolganlar. To'rtinchidan, pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaganlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha stajlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, pensiya tayinlangandan keyin siz bir necha marta qayta hisob-kitob qildirgan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasidan yozma javob olgan bo'lsangiz, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Ikkinchi muhim masala eng kam pensiya, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi va boshqa ijtimoiy to'lovlar bilan bog'liq. Odamlar ko'pincha mening stajim yetarli emas, demak menga hech narsa tegmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pensiya olish uchun yetarli ish staji bo'lmasa ham, ayrim toifadagi fuqarolar ijtimoiy nafaqa yoki boshqa turdagi davlat yordamiga da'vo qilishi mumkin. Masalan, ayol kishi butun
umr uyda farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan, rasmiy ish staji kam. U pensiya yoshiga yetganda men ishlamaganman, menga hech narsa yo'q deb uyda o'tirsa, xato qiladi. U yashash joyidagi mas'ul idoraga murojaat qilib, yoshga doir nafaqa yoki ijtimoiy yordam masalasini aniqlashtirishi kerak. Ba'zan birgina ariza va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar orqali to'lov tayinlanadi. Ba'zan esa qo'shimcha ma'lumot talab qilinadi. Yana misol, yetim yoshli otaxonning pensiyasi eng kam miqdor atrofida. U yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat xarajatlari sabab qiynalayotgan bo'lsa, faqat pensiya miqdorini emas, balki mahalla orqali ijtimoiy yordam, temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga tegishli oilaviy holat bo'yicha ko'mak. Tibbiy imtiyozlar va subsidiya imkoniyatlarini ham tekshirtirish kerak. Ko'pchilik pensiya deganda faqat bitta oylik to'lovni tushunadi. Aslida pensionerga taalluqli yordam bir nechta manbadan bo'lishi mumkin. Bu yerda nozik jihat bor. Hamma imtiyoz avtomatik berilmaydi. Ayrim to'lovlar uchun ariza shart, ayrimlari uchun daromad, oila tarkibi, yashash sharoiti, nogironlik holati, yolg'izlik holati o'rganiladi. Shuning uchun pensioner menga hech kim aytmadi deb kutmasdan o'zi yoki farzandlari orqali rasmiy murojaat qilish kerak. Uchinchi masala ishlayotgan pensionerlar haqida. Hozir ko'p odam pensiya yoshga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Sababi oddiy. Hayot qimmat, dori-darmon kerak, nabirallarga yordam berish kerak. Ayrimlar esa o'z kasbini yaxshi ko'radi va faol bo'lib qolishni xohlaydi. Shuning uchun eng muhim savol: pensioner ishlasa pensiyasidan ayriladimi? Umumiy qoida shuki, pensionerning rasmiy ishlashi uning pensiya olish huquqini bekor qilmaydi. Lekin alohida toifalar, alohida pensiya turlari yoki qo'shimcha ustamalar bo'yicha farqlar bo'lishi mumkin. Shu sababli men har doim bitta maslahat beraman. Ishga kirayotgan pensioner kadrlar bo'limidan mehnat shartnomasi rasmiy tuzilganini, soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etayotganini, pensiya jamg'armasi bazasiga ma'lumot tushayotganini tekshirish kerak. Misol keltiraman. 63 yoshli erkak qorovul bo'lib ishga kiradi. Ish beruvchi unga siz pensionersiz, sizga shartnoma shart emas, naqd beramiz deydi. Bu odamga vaqtincha qulay tuyulishi mumkin. Lekin keyinchalik u men 4 yil ishladim, pensiyamga qo'shinglar desa, rasmiy hujjat bo'lmagan uchun muammo chiqadi. Aksincha, shartnoma bilan ishlasa, ish haqi rasmiy ko'rsatilsa, kelajakda qayta hisob-kitobda dalil bo'ladi. Yana bir misol, erib taksi yoshli ayol pensiyaga chiqqan, keyin bog'chada tarbiyachi yordamchisi sifatida ishlayapti. Unga pensiya ham, ish haqi ham tushyapti. Lekin bank kartasida ushlab qolish ko'rinadi. U darhol sababini aniqlash kerak. Bu alimentmi, kreditmi, ijro hujjatimi, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarishmi yoki texnik xatomi? Chunki ishlayotgan pensionerning daromadi ko'payganda ham ushlab qolishlar faqat qonuniy asosda bo'lishi kerak. Eng og'riqli mavzulardan biri arxiv. Ko'p korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, hujjatlari tuman arxivga topshirilgan yoki umuman tartibsiz saqlangan. Avvallari odamlar ish stajini tasdiqlash uchun bir idoradan ikkinchi idoraga qatnab charchardi. Hozir elektron bazalar, idoralararo ma'lumot almashinuvi va arxiv so'rovlari orqali bu jarayon yengillashgan bo'lsa-da, amalda baribir fuqaroning faolligi kerak. Men sizga juda aniq aytaman. Mehnat daftarchangiz, eski buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, diplom, harbiy xizmat hujjati, farzand parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, korxona nom o'zgarganini tasdiqlovchi ma'lumotlar juda muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1990 yillar va 2000 yillar boshidagi davrlar bo'yicha hujjatlarni oldindan yig'ish kerak. Masalan, bir fuqaro 1907 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Fabrika keyin xususiylashtirilgan, keyin yopilgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin ish haqi ma'lumotnomasi yo'q. Bunday holatda arxivga so'rov beriladi. Agar ish haqi topilmasa, staj tasdiqlanishi mumkin. Lekin pensiya hisobida maosh bo'yicha boshqa tartib qo'llanishi ehtimoli bor. Shu sababli har bir yil, har bir oy ahamiyatga ega. Yana misol, ayol kishi 3 farzandni parvarish qilgan. U ishlamagan davrining qaysi qismi stajga kirishi, qaysi qismi kirmasligini bilmaydi. Bu masalada og'zaki gaplarga ishonmaslik kerak. Tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi va boshqa hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga borib, aynan o'z holati bo'yicha hisob-kitob so'rash lozim. 5-yo'nalish nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar,
urush va mehnat faxriylari, alohida xizmat ko'rsatgan fuqarolar kabi toifalarga tegishli. Bu yerda eng katta xato shuki, odam bir marta pensiya tayinlangandan keyin holati o'zgarsa ham qayta murojaat qilmaydi. Masalan, fuqaroning nogironlik guruhi avval 3-guruh bo'lgan, keyin sog'lig'i yomonlashib 2-guruh belgilangan. Agar bu ma'lumot tegishli tizimlarga to'g'ri tushmasa yoki fuqaro qayta hisob-kitob so'ramasa, to'lov eski tartibda qolib ketishi mumkin yoki aksincha nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan vaqtida o'tmaslik to'lov to'xtashiga olib keladi. Shuning uchun tibbiy mehnat ekspertizasi bilan bog'liq muddatlarni daftarga yozib qo'yish kerak. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha ham savollar ko'p. Masalan, ota vafot etgan. 16 yoshli farzandga boquvchisini yo'qotganlik to'lovi tayinlangan. Bola 15 yoshga yetganda to'lov tugaydi deb o'ylashadi. Lekin agar u kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirsa, qonunchilikda belgilangan yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Buning uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsiy hujjatlar va ariza talab qilinadi. Agar oila buni bilmasa, bir necha oy yoki yil davomida to'lovsiz qolishi mumkin. Yana bir holat, beva ayol turmush o'rtog'ining vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga haqli bo'lishi mumkin, lekin o'zining yoshga doir pensiyasi ham bor. Bunday vaziyatda qaysi biri foydaliroq, qaysi to'lovni tanlash mumkin, qo'shimcha ustama bormi? Bularni mutaxassis bilan hisoblatish kerak. Chunki ba'zida odam noto'g'ri turdagi to'lovni tanlab, oyga sezilarli farqni yo'qotadi. 6-masala juda amaliy. Pensionerning pulidan nimani ushlab qolish mumkin, nimani mumkin emas, imtiyozni qanday talab qilish kerak? Xatolik bo'lsa qayerga murojaat qilinadi? Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner kartasiga pul tushadi, lekin kutilgandan kam. U bankka boradi. Bank biz bilmaymiz deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda qarzingiz bor deyishadi. Lekin qanday qarz, qaysi hujjat asosida, qancha muddat ushlanadi, buni aniq so'rash kerak. Agar pensiyadan ushlab qolinayotgan bo'lsa, sizda quyidagi savollarga javob bo'lishi shart. Ushlab qolish kimning qarori bilan amalga oshirilgan? Ijro hujjati bormi? Ortiqcha to'lov bo'lganmi? Ortiqcha to'lov fuqaroning aybi bilanmi yoki idora xatosi bilanmi? Oyiga necha foiz ushlanadi? Qachon tugaydi? Hech qachon shunaqa ekan deb jim qolmang. Yozma izoh talab qiling. Misol, pensionerga kes oy davomida ortiqcha pensiya to'langan, keyin birdan endi har oy ushlab qolamiz deyshadi. Agar ortiqcha to'lov fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergani sabab yuzaga kelgan bo'lsa, bir tartib qo'llanadi. Agar idoraning hisob-kitob xatosi bo'lsa, boshqa masala kelib chiqadi. Bu yerda huquqiy baho muhim. Shuning uchun og'zaki gap bilan cheklanmasdan rasmiy javob oling. Imtiyozlar masalasida ham xuddi shunday. Ayrim pensionerlar transport, tibbiyot, sanatoriy, protez ortopediya vositalari, kommunal xizmatlar yoki mahalla orqali moddiy yordam bo'yicha huquqlarini bilmaydi. Bu imtiyozlar hammaning holatiga bir xil berilmaydi, lekin tegishli toifaga kirsangiz albatta so'rashingiz kerak. Endi men eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, pensiya masalasida qo'shnining tajribasi sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Qo'shningiz men borgan edim, bo'lmadi desa, bu sizda ham bo'lmaydi degani emas. Uning staji, ish haqqi, pensiya turi, oilaviy holati boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, ariza berilgan sana muhim. Ba'zi to'lovlar ariza berilgan kundan tayinlanadi, ba'zilari huquq paydo bo'lgan kundan hisoblanishi mumkin. Ba'zilarida esa o'tgan davr uchun cheklovlar bo'ladi. Shuning uchun 25 avgustgacha tanishib chiqing deyotganim bejiz emas. Agar siz hozir hujjatlaringizni tekshirsangiz, keyingi to'lov davriga ulgurishingiz, kamchilikni vaqtda tuzatishingiz mumkin. Uchinchisi, og'zaki rad javobi emas. Sizga tegmaydi deysa, iltimos yozma javob bering deng. Yozma javobda sabab, qonuniy asos, hujjat raqami. Qaysi bandga ko'ra rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Shundan keyin siz yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. To'rtinchisi, bank kartasi va pasport ma'lumotlarini ehtiyot qiling. Pensiya oshadi, kompensatsiya beriladi deb telefon qilib karta raqami, SMS kod, ilova parolini so'raydigan firibgarlar ko'p. Hech qachon SMS kodni bermang. Davlat idorasi sizdan telefon orqali bank ilovangiz parolini so'ramaydi. 5-si, pensiya ishida har bir hujjat nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Qabul qilingan sana bilan nusxa oling. Ma'lumotnoma berdingizmi? Skaner yoki rasmga olib qo'ying. Javob xati oldingizmi? Yo'qotmang. Bu kelajakda dalil bo'ladi.
Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya turi va miqdorini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik to'lovimi, ijtimoiy nafaqami? Har birining tartibi alohida. Ikkinchi qadam, ish stajini tekshiring. Mehnat daftarchasi, eski shartnomalar, harbiy xizmat hujjati, diplom, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari. Arxivdan olingan javoblarni bir papkaga yig'ing. Agar biror davr yetishmayotgan bo'lsa, qaysi korxona, qaysi yillar, qaysi lavozim bo'yicha ishlaganingizni yozib chiqing. Uchinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Imkon bo'lsa, oldindan telefon orqali qabul vaqti, kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Murojaatda pensiyamni qayta hisoblashni, staj va ish haqi ma'lumotlarimni tekshirishni so'rayman deb aniq yozing. Agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, holatim o'zgargani sabab qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb yozing. 4-qadam, may. Gov.uz pensiya tizimiga oid elektron xizmatlar yoki mahalla orqali mavjud ma'lumotlarni tekshiring. Elektron xizmatlardan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin shaxsiy parollarni begona odamga bermang. 5-qadam, agar rad javobi berilsa, yozma javob oling. Keyin yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, xalq qabulxonasiga yoki tegishli tartibda sudga murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, fakt yozing. Qaysi sanada murojaat qildingiz, qaysi hujjatlarni berdingiz, nimani so'rayapsiz, nima sababdan rozi emassiz. 6-qadam, 25 avgustgacha oilada bitta kun ajrating va pensioner qarindoshlaringizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Otangizning mehnat daftarchasida bo'sh yillar bormi? Onangiz farzand parvarishi davrini hisoblatganmi? Nogironlik ma'lumotnomasi muddati tugamayaptimi? Boquvchisini yo'qotgan bola o'qishga kirgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma olinganmi? Kartadan tushumlar to'g'rimi? Mana shu oddiy tekshiruv ba'zan oilaga oyma-oy qo'shimcha daromad keltiradi. Bugun men pensionerlar uchun eng muhim 6 ta qonuniy yo'nalishni tushuntirdim. Pensiyani qayta hisoblash, eng kam to'lovlar va ijtimoiy nafaqalar. Ishlayotgan pensionerlarning huquqlari, staj arxiv hujjatlari, nogironlik hamda boquvchisini yo'qotganlik to'lovlari, shuningdek imtiyozlar va ushlab qolishlarga qarshi himoya. Eng asosiy fikr shuki, huquq bor bo'lsa ham uni talab qilmasangiz, ko'pincha hech narsa o'z-o'zidan hal bo'lmaydi. Hujjatni tekshiring, ariza bering, yozma javob oling va muddatlarni o'tkazib yubormang. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz, stajingiz, pensiya turi va muammo nimada ekanini qisqa tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki bir odamning vaqtida bilgan ma'lumoti butun oilaning daromadini va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.